Soya ortida loyihasining bugungi mehmoni mahoratli yosh aktrisa. Voy, unaqa narsa ko'rsatmaylar, bunaqa narsa olib chiqmaylar. Nimaga aynan seriallar? Nimaga faqat seriallar? To'g'ri, asali ham ozi shirin deyishadi-ku. Bu sizning kelajakdagi karyerangizga hech qanday ta'sir o'tkazmaydimi? Sig'alaveradigan odatim bor. Bu aktyor menimcha pul berib qilgan bo'lsa kerak. Hali bu qiz juda ham ko'p qiynaladi. Soya ortida loyihasining bugungi mehmoni mahoratli yosh aktrisa Mavluda Hikmatova. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Bugun gap qaysi mavzuda ketishini bilasiz, lekin undan avval gapni sizning hayotingizdan boshlamoqchimiz. Mavluda Hikmatova kino olamiga, serial olamiga umuman endi kirib kelayotgan aktrisalardan biri. Yaxshi kirib kelayotgan. Yuzingizni tanishadi, ismingizni bilishadi ayni kunga kelib, to'g'rimi? To'g'ri. Nimaga sizni lekin aksariyat hollarda seriallarda ko'ryapmiz? Nimaga aynan seriallar? Nimaga faqat seriallar? Yo, nimaga faqat seriallarda? Asosan Reklama, klip. Xudo xolasa yana передаcha qilamiz. Unga boshlovchilikda o'zim sinab ko'rmoqchiman. Kinolarga tushmayotganim sababi bir ikkita takliflar bo'ldi. To'g'risini aytsam, menga yoqmadi, keyin vaqtim olaman, vaqtim bo'lmadi. Ham o'qish, ham bu yerda serial. O'sha nimaga aynan bu savolni berganim, chunki siz ketma-ketiga tinmay 3-4 ta seriallarda chiqishni boshladingiz. O'sha sababli ham bir xil tomoshabinlarimiz, bir necha tomoshabinlarimiz hozir aynan qaysi serial ketayotgan ekan degan fikrda ham bo'lib qolishdi-da. Adashib ketishyapti do'st. Adashib ketishyapti. Menimcha aktyor baribir ham o'zini har xil rolda sinab ko'rish kerak. Avvalambor. Misol uchun Saboqda o'ynagan rolim umuman boshqacha. Omonatda o'ynagan rolim umuman boshqacha. Soyada umuman boshqacha. Obraz boshqacha-ku. Aktyor nimaga o'ynash kerak baribir. Balki hozir vaqt soati, balki keyin bunaqa omad kelmas. Har xil bo'ladi. Misol uchun bilib bo'lmaydi ertaga nima bo'lishini, to'g'ri? To'g'ri, balki bizni tomosha qilayotganlar ichida balki shundaylar ham bordir. O'ylashadiki, mana hozirgi paytda seriallar ko'payib ketdi. U serialda chiqayotgan aktyorlar undan ham ko'p. Ko'pchilikning fikrida bu aktyor menimcha pul berib qilgan bo'lsa kerak. Bunisi kimlardir jiyani, kimlardir ukasi, kimlardir o'g'li bo'lsa kerak degan fikrlar bo'ladi. Siz o'zi serial olamiga, kino olamiga men ku bilaman. Lekin tomoshabinlarimiz bilishmaydi. Kino olamiga qanday qilib kirib qolgansiz? Men Respublika estrada kollejida estrada aktyorlik mahoratida o'qiganman. Bular parallel kursdoshim bo'lganlar, katta kursda o'qiganlar, Olim aka. Birinchi o'zi umuman boshlagan ijodim kinodan bo'lgan, kasting bo'lgan, kollejimizga kelishgan, tanlab olishgan, Shunqorlar filmiga suratga tushganman birinchi bo'lib kinoga. Davlat kinosi edi. Undan keyin kollej bitirganimdan keyin birinchi Gos serialga tushganman. U ham kasting orqali bo'lgan. 3 ta Gos serialga tushganman. Undan keyin частный seriallarga o'tganman. Ya'ni ketma-ketiga bo'layotganda serial. Bu sizning kelajakdagi karyerangizga hech qanday ta'sir o'tkazmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, ta'sir o'tkazmaydi. Agar aktyor o'zini mana shu rolini ustida ishlab, obrazini ustida ishlab, har xil o'ynash kerak. Misol uchun, bu yerda o'ynagan rolim umuman boshqacha bo'lishi kerak. Bu serialda umuman boshqacha. To'g'ri, misol uchun odamni me'dasiga tegib ketishi mumkin. Bir xil aktyor, bir xil aktrisa deyish mumkin. Lekin nima desam bo'ladi? Agar obrazni to'g'ri tushunib olib, hamma joyda har xil o'ynasa, bir xil kiyim kiyib chiqmasa, bir xil imijda chiqmasa, menimcha ozgina bo'lsa ham tomoshabin farq qila oladi. Eng asosiysi tomoshabin ham bilish kerak. Nima serial ko'ryapman? Bir xil to'g'ri adashtirib yuborishadi. Voy, Soya, omonat bo'ldi misol uchun shunaqa paytlari hamda. Bilmadim, buning uchun tomoshabin ham diqqatliroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Endi Soya serialiga to'xtalamiz. Soya serialidagi sizning obrazingizga. Tomoshabin sifatida gapiradigan bo'lsam, Soya serialidagi obrazingiz model qiz, burni biroz yuqorida, ko'pchilikni mensimaydigan, o'z yo'lida hech kimni ko'rmasdan o'z maqsadi sari olg'a intiladigan qiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hech kimni mensimaydigan emas. Misol uchun o'ylash mumkin, san'atkorlarda hayot boshqacha deb o'ylaydi ko'pchilik. San'atkorlarni yomon odam deb o'ylaydi. Misol uchun modelmi, san'atkormi? Yo'q, nimaga unaqa odamlar hammasi ham yomon bo'lmaydi. Misol uchun san'atda ishlagan odam, san'atda o'qigan odamlardan hech qachon yomonlik chiqmaydi deb o'ylayman men. U meni obrazimda jadimaqdor qiz emas u. Shunchaki nima desam bo'ladi? O'ziga ishongan, siz aytganingizdek, o'ziga ishongan, o'zini ustida ishlashni yaxshi ko'radigan, atrofdagilarga ishonuvchan qiz meni obrazimdagi. Ishongan sari ko'p pand yeb qoladi hayotida. Shunaqa.
Qalaysan? Qalaysan, Yaxshimisan? Bugungi festivalda seni ham isming bor. Nimaga bo'laman ertalabdan kayfiyatim buzishadi? Nimaga? Bilmadim. O soat necha bo'lganligini bilasanmi? Bilaman. Hozir turdimmi? Demak, men uchun hali ham ertalab. Laylo Saidovna seni kutyaptilar. Men yaqinda jinni bo'laman, jinni boshqa hech narsa emas. Hozir chiqaman. Soya serialda ayni kunlarda, ayni seriallarda bir qiziqarli voqealar ro'y beryaptiki, sizda kutilmaganda qaysidir ma'noda sizni sevadigan ikkita inson paydo bo'lib qolgan. Bir payt qarasak siz birisini ko'proq sevasiz, bir payt bunisini o'ylaysiz, bir payt shunaqa qiziqarli holat. Shu holat haqida gapirib bersangiz. Ya'ni bular aytyaptilar, Shahriyor bilan Abbos haqida gap ketyapti hozir. O'zi eng asosiysi, meni obrazimdagi qiz Shahriyorni yaxshi ko'radi. Abbos uni boshlig'i bo'ladi. Misol uchun u qiz ketib borsa bo'lardi. Uni oldidan, misol uchun majbur emas deb o'ylash mumkin tomoshabinlar. Nimaga u yaxshi ko'radi, nimaga aytmayapti yigitim bor deb, yoki nimaga u ketib bormayapti, shuncha u bola Abbos unga suykalyapti, shunchalik harakat qilyapti, nimaga u ketib bormayapti degan savol bo'ladi albatta tomoshabinda. Chunki uni shartnomasi bo'ladi qizi. 5 yillik shartnomasi bo'ladi. O'shaning uchun ham u ishdan keta olmaydi, majbur, xo'jayinning qo'lida ishlashga majbur, 5 yillik kontrakti bo'ladi qo'lida. O'shaning uchun ham keta olmaydi. U qiz misol uchun to'g'ri ma'noda, yaxshi ma'noda, misol uchun Abbos ham dilini ortib qo'yish xohlamaydi. Chiroyli tushuntirishga harakat qiladi. Lekin u bola ham nima desam bo'ladi? U bola ham harakat qilaveradi. Samiraga harakat qilaveradi o'sha erishishga. Va bu o'rinda o'sha Samiraning yuragidan ham qaysidir ma'noda, yuragi ham qaysidir ma'noda jiz etadi, to'g'rimi? Yo'q. Chunki shunaqa paytlar bo'ladiki, Samira turib o'ylaydi. Unisimi yo bunisimi, u bilan bo'lgan harakatlarni o'ylaydi, u bilan birga bo'lgan voqealarni o'ylaydi va keyin undan so'ng esa ikkinchi bola bilan bo'lgan voqealarni o'ylaydi. Misol uchun baribir har bitta odamda solishtiruv bo'ladi-da, nima desam bo'ladi. U yigiti qilayotgan muomalasi qanaqa? U bola misol uchun dimog'dor, qizlar bilan ko'p gaplashadigan. Xuddi Samira kabi. Yo'q, nimaga? Samira qizlar bilan gaplashmaydi. Samira bolalar bilan gaplashadi. Shahriyor misol uchun ko'p qizlar bilan gaplashadigan, unga e'tibor bermaydi. Misol uchun agar yigiti bo'lsa, rostdan ham yaxshi ko'rsa, har kuni hol-ahvol so'rashi mumkin. Ishi to'g'risida gaplashishi mumkin. Yana bilmadim. Men shunaqa deb o'ylayman. U juda ham kamdan kam e'tibor beradi Samiraga. U Shahriyor obrazi ko'proq o'zini o'ylaydigan, o'zini yaxshi ko'radigan. Abbosga hali mehri tushmaydi Samirani. Hali mehri tushmaydi, lekin keyinchalik balki umuman tushmas. Balki umuman boshqasiga tushar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima xizmat? Qanday Shunaqami? marhamat. Menga siz ham biz bilan borasiz. Xo'p. Samira. Samira. Abbos Laymonovich, bilasizmi, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Tomoshabin sifatida umuman siz gapirsangiz, serial nima haqida? Tomoshabin sifatida aytishim mumkinki, serial albatta yoshlar to'g'risida. To'g'ri, qaysidir ma'noda aytishi mumkin tomoshabinlar, voy, unaqa narsa ko'rsatmanglar, bunaqa narsa olib chiqmanglar deb aytishligisi mumkin. Lekin hayotda har xil mavzular bo'ladi-da. Misol uchun bu albatta hayotda bo'lgan narsalar olib chiqilgan. Eng asosiysi yoshlar haqida serialimizda qiynalgan bor, yoki boy bor, kambag'al bor, aravakash hayoti bor. Misol uchun hammamiz o'ylashimiz mumkin, misol uchun aravakashlarning hayoti voy bor, misol uchun shunaqa odamlar, mensimaydigan odamlar bor.
bu yoqda aravakash hayot misol uchun ochib berilgan. Menga yoqadi uni obrazi. Juda ham chiroyli ochib berilgan deb o'ylayman. Основном yoshlar to'g'risida serial. Xulosa chiqarsa bo'ladi. Do'stini xarakteriga umuman tushun bo'lmaydi. Sevgan qizi bormi? Menimcha sevgani yo'q. Po'mpaloq, xoniming qoldimi? Qanchalar kamsitib po'mpaloq demasin, unga har kuni bepul xonimlar berishga tayyorman. Bugun eng nufuzli model agentliklaridan maxsus hakamlar o'tiradi. Buvi, kitob o'qib o'tiribsizmi? Buni qara, ayol sabri haqida juda ham chiroyli she'r yozibdi. Bugundan boshlab biznikida turaver. Axir eng yaqin o'rtog'imsan-ku. Ona, yaxshimisiz? Tushimmi yo o'ngimmi? Quyosh qayerdan chiqdi? Yo, quyosh o'zi uyg'otib olib keldimi seni? Ona hech qachon o'zini farzandidan xafa bo'lmaydi. Boshqa senga umuman azob bermayman. O'zim senga jonim. Kinoga, serialga qanday qilib kirib kelganingizni bildik. Soya serialgacha aynan qanday yo'l bilan kirib kelgansiz? Taklif bo'lganmi, kastingdan o'tganmisiz? Va nimaga aynan Soya serialida suratga tushishga rozilik bildirgansiz? Rejissyorimiz Ravshan Nurmuhamedov mana kollejdagi domlam bo'lganlar, estrada aktyorlik mahoratidan dars berganlar. Biz ular bilan teatrda ishlashni boshlaganmiz, kollejni bitirmasimizdan oldin. Musical yoshlar teatr studiyasida faoliyat yuritaman, aktrisa sifatida. Bizda o'zi bilmadim, yaxshi gapga farishta olmay derkan, biz o'zimizning niyatimiz bor edi, kollej paytidan aytardik, Ravshan aka kino olaylik o'zimiz, kollejdagi o'quvchilar bilan birga hammamiz chiqib o'zimizga kino olaylik deb yurardik. Mayli vaqt soati keladi deb aytardilar. Vaqt soati mana shu bu yilga nasib qilgan ekan. Biz avgust oylarida o'ylab yurgandik, plan qilib yurgandik. Serial olamizda yoki kino deb, serial olamizda deb asosan plan qilib yurgandik. Mana niyatimiz amalga oshdi. Keyin birgalikda hammamiz ijodiy jamoa, birgalikda men ustozim bilan 7-8 yildan beri bilamiz. Nima desam bo'ladi, o'sha niyat qilib boshlaymiz olamiz serial deb shunaqa qilib boshlanib ketdi. Albatta misol uchun kasting, proba qanaqa ustozimda ko'rganlar meni aktyorlik mahoratimni, o'shanga qarab rol berganlar. Boshqalar bilan kasting bo'lgan. Men bilan endi o'zlari ko'rganlar, har doim qanaqa rol o'ynab yurganimni o'shanga qarab obraz tanlab berganlar. Soya seriali boshqa seriallardan, aytaylik, siz suratga tushgan boshqa seriallardan nimasi bilan farq qiladi? Nimasi bilan farq qiladi? Bu yoqda misol uchun o'sha model qizi hayoti. Sizning obrazingiz? Da, meni obrazim hozir Soya serialida model qizi hayoti. Men model qizni hech qachon o'ynab chiqmaganman boshqa seriallarda. Keyin misol uchun serialda ko'proq kiyimga ko'p e'tibor berganman. Yo'q, obrazingizdan kelib chiqib emas. Umuman olganda serial o'zi nimasi bilan farq qiladi boshqa seriallardan? Sizning obrazingiz emas. Umuman boshqa serialda. Serial. Soya seriali. Endi farq qilishini men misol uchun u serial yomon, bu serial zo'r deb maqtolmayman. Yo'q, farqi bo'ladi-ku, bir xil emas-ku hamma serial. Bir xil joylari ham bo'lib qolishi mumkin-ku. Unda nimaga suratga olinmoqda bu serial? Agar shu kabi serial bo'lsa. Yo'q, misol uchun xuddi shunaqa to'ch emas, конечно. Farqi yoshlar to'g'risida. Umuman misol uchun hali men ko'rmaganman aravakashlarning hayotini olib chiqqanini yoki bo'lmasam xonimchi qizni hayotini olib chiqilganini yoki model ilif tam to'g'ri, kambag'al boy hamma seriallarda bo'lishi mumkin. Kino, boshqa misol uchun klip, reklamalarda. Bizning serialda misol uchun olib chiqilmagan hayotlar ko'rsatib berilgan ko'proq. Nima gaping bor? Xo'p, kechirasizmi? Kechirmagunizcha tinch qo'ymayman. Kechiring. Sizda voqea keldim o'zi. Bo'pti, kechiraman. Agar yana qaytib shu ish qilsang, qaytib kechirmayman, tushundingmi? Chin, ber. Ber kalitni. Tush. Serialdagi Samira bilan hayotdagi Mavludaning o'rtasida farq bormi? O'zi o'xshashlik bormi?
o'xshashlik 100% bor deb aytolmayman, chunki bor, ozgina bor. Qaysi jihatlari? Qaysi Hayotda jihatdan? Mavluda o'zi qanday Hayotda inson? Men juda ham ta'sirchan qizman. Ozgina qattiq gapirib yuborish, yig'lavoradigan odatim bor. U yoqda ham, serialda ham sal narsaga ham yig'lavoradi, lekin onasi dalda beradi. Bu hayot. Har xil sinovlarga duch kelishi mumkin. O'shaning uchun olg'a, faqat olg'a. O'shaning uchun ham dalda berib turadi onasi. Shunga yarasha men o'z hayotda ham shunaqaman. Agar kimdir menga dalda bersa, yana turib keta olaman. Masalan, uydagilarim, opacham, onamlar dalda berib turadilar. Men juda ham ta'sirchanman o'z hayotda ham tez yig'laboraman ozgina narsaga. O'shunaqa tomonlari o'xshashlik bor. Keyin kiyinishimda o'xshashlik bor. Keyin yana nima desam bo'ladi? O'zini haqqini talab qila oladigan qiz. U yoqda ham shunaqaman, hayotda ham shunaqa roman. O'zim haqqimni talab qila olaman. Serialda Samirani atrofida voqealar juda ko'p o'zgaradi, juda ko'p voqealar bo'ladi. Hayotdagi Mavludada ham o'sha serialdagi voqealar ro'y berganmi? Hayotda Shunga o'xshash voqealar. shunga o'xshash voqealar. Dugonalar sifatida bo'lgan, qizlar sifatida bo'lgan. Qanday voqealar? Ko'rolmaslik, misol uchun, unaqa narsalar bo'lgan, tosh otishlar, unaqa narsalar ko'p bo'lgan. To'g'ri ma'noda tosh otishlar. To'g'ri ma'noda emasmi? Ozgina. Unaqa narsalar bo'lgan, lekin yigit borasida yoki misol uchun o'sha personajimdagi epizodlarim borasida yo'q. Unaqa narsalar bo'lmagan. Allo. Allo. Men siz mazza qilib dam olib keldingizmi? Unchalik emas. Bormaganing yomon bo'ldi. Men bormasam ham yo'qligim bildirmaydiganlar bor-ku. Tabriklayman. Jinni-pinni bo'ldingmi? Kelasi seriallarda tomoshabinlarimizni nimalar kutyapti? Soya serialida. Tomosha qilib boringlar, bilib olasizlar. Yo, endi qisqacha bo'lsa ham aytib o'tishingiz shart. Qisqacha. Ichiga kirmasdan bo'lsa ham yuzaki tushuntirib, balki sizning obrazingiz 180 gradusga o'zgarar, balki yana yangi chehralar paydo bo'lar, yana shunga o'xshash. Mana seriya davomida keskin o'zgarishlar bo'ladi. Kuzatib borsanglar, bilib olasizlar, juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Hali bu qiz juda ham ko'p qiynaladi. Yana aytishimiz mumkin, o'sha serialdan kelib chiqqan holda Abbosning ta'siri bo'ladimi Samiraning hayotiga? Qanaqa ma'noda? Serial ma'nosida, misol uchun Abbosning ta'siri deganimda o'sha Shahriyor bilan o'rtaga yana sovuqchiliklar, konflikt, balki Samira Abbos bilan bo'lar qaysidir ma'noda. Oxirida kim bilan qolishini aytolmayman. Buni tomoshabin o'zligisi oxirida bilib olishadi, lekin konfliktlar bo'ladi. Serial necha seriyadan iborat o'zi? Xudo xolasa 100 ta. Balki undan ko'p. Serial haddan tashqari uzunligi bir tarafdan negativ ta'sir qilmaydimi? Chunki qaysidir ma'noda, qaysidir vaqtda tomoshabinlar shunchaki serial nima haqidaligini unutib o'rishadi. To'g'ri, asali ham ozi shirin deyishadi-ku. Ta'sir bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Endi u qanaqa tempda ketishiga bog'liq-da. Agar mana shunaqa bitta tempda ketursa, shunaqa tempda ketaveradi. Agar mana bunaqa balans bo'lib tursa, baribir tomoshabin qiziqadi deb o'ylayman. Muxlis yig'ib olsak, xudo xolasa, mana yig'ilyapti. Menimcha qoldirmasdan ko'rishadi deb o'ylayman. Siz aytganingizdek voqealar mana bunday bo'lyaptimi hozir? Hozir bunda ketyapti. Pastga tushish yo'q, faqat tepaga. Kim bu? Men sendan so'rayapman, kim bu? Nima? Yana seni uyingga kuzatib qo'ymoqchimi bu? Sizga nima? Nima ishingiz bor? Ishingiz bo'lmasin, xo'p? Nega ishim bo'lmas ekan, Samira? Esing joydami seni? Kimsiz o'zi? Kim? Nimaga menga xo'jayinchilik qilyapsiz? Mendan nima xohlaysiz? Nima? Kimligimni darrov esingdan chiqarib qo'ydingmi? Haddingizni biling. Menga qara, Samira. Qo'lidan hech narsa kelmaydigan kekka yeganlarni yomon ko'raman. Tushunmadim.
Nima? Nima deding? Ha? Shahriyor Men aka. uni boshlig'iman. Ish kech tugagani uchun uyiga kuzatib qo'ymoqchiman. Muammo bormi? Ishchilarning ishxonadagi muammolarga sherik bo'lishing shart emas. Tushundingmi? Shaxsiy hayotiga aralashishga umuman haqqing yo'q. Tushundingmi? Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar deyapman. Bo'ldi. Tinch qo'yinglar. Tinch qo'yinglar, tushunyapsizlarmi? Samira, Bizni tomosha qilayotganlar orasida hali Soya serialini tomosha qilmaganlar ham bor shubhasiz. Ushbu tomoshabinlar Soya serialini nima uchun tomosha qilishlari kerak? Tomoshabinlarimiz ushbu serialni albatta tomosha qilishlari shart, chunki boshqa seriallarga o'xshamagan jihatlari juda ham ko'p. Tarbiyaviy ahamiyatga ega. Misol uchun to'g'ri, yomon joylar va bu shunaqa narsa yomon haqida ekan, bo'lmabdi, u yoq bu yoq deyishlarga shoshilmanglar, chunki ko'rib borsanglar, albatta hammasi baxtli yakun topadi. Shuning uchun ko'rib borishsa. Rahmat tashrif uchun, suhbat uchun rahmat. Siz bilan yana ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. Rahmat.